Assalamu alaykum qarindoshlarım. Bugun sizlarni biroz saqlatib qo'ydik. Sababi to'rda sal bir egizbaschilik bo'ldi. Biz hamda yaqindagi suhbatlar bo'lgandan o'qiyan atlab, qita atlab bo'linayotgan suhbatlar. Shuning uchun kechiringlar. Ba'zan bir texniklik yoki to'rninki surati tufaylidan bo'lgan ishlarga biz uningga hamda amalsiz ba'zi kechikib qolish to'g'ri keldik. Bugun Amerikadan Yar Mehmet efendimni ekrana teklif kıldık. Yar Mehmet efendimni adette avazı bizge natuniş emas. WhatsApp'dan çolpunu desek mi buludu? Bir işkirlep keyin özünü tunuşturuş jarayonida, söhbet jarayonida tunish hosil qilsizlar. Bugun hamsa söhbet başlanışdan ilgari Yar Mehmet efendim siz bir özünüzni qisqacha tunishtirib o'ting, andan keyin suhbatga o'taylik. Merhamet. Assalamu alaykum. Ekran aldiki barliq qarindoshlar, yaxshimisizlar? Meni ismim Yar Mehmet, Muratni tanishtirdi. Sharqiy Turkistonning G'uljidan Amerikaga 2010-yilda kelgan. Zumrat, sizga rahmat. Bu ekranni hozirlab qarindoshlar bilan Uşkaçlığınızda. Biz hem de müstakillik yolunda yürük sap, dili pakiz, niyeti duruz. Bundak bir qarindoshlarimizni biz alimdi, professordi demeymiz. Şu adamlarni chaqirimiz demeymiz. Xalqning ovozini anglatish maqsadida bu ekranni qurduq desak bo'ladi. Anandikin biz hech qanday bir cheklama qo'ymaymiz. O cheklarga falan yerda o'qigan, po'kiyada undaq unvoni bor demaymiz. Faqat niyatingiz durust, mustaqillik yo'lida durust menayotgan qarindoshlarimiz bo'lsa, ovozingizni biz bu yerda qo'yishga tayyor turibmiz. Amsi ben birinchi savolni başlay. Mening birinchi savolim siz vatan ishchidagi vaqtingizdan vatanga chiqqandan keyingi shu da'voga bo'lgan ko'z qarashingizni bir qisqacha tunishtirgan bo'lsangiz. Bo'ladi. Men vatandagi vaqtimni desam endi biz kichik vaqtlarimizda bizning dadalarimiz ashula bir radioni qo'lqoq tutib, simni uzun chiqarib anlaydı. Vatanni qutuldirish radio stansiyasining xabarlari deb o'g'irlikcha anlaydi ki, derizlarni yeb qo'yib anlaydi. Keyingi zamonlar kelganda masalan G'uljida bo'lgan voqealarni desak 95-yili 8-oyning nechtisi bir mashrab voqeasi deb bir voqea bo'ldi. Uning keyinidan 97-yili 5-fevral vakası bo'ldi G'uljidagi. Buni hammadan bilamiz. Shuningdan keyin Xitoy bilan Uyg'urning farqi oshkora ayrıldı. Burunqidek yaqinda ishlar yo'q. Birisi-birisini ko'z dushman ko'rdigan holat o'tdi. Bu nimishga desa Xitoy iliqi perdesini ip taşıyıp burun samanның astidan jugatib ishni qilgan bo'lsa 5-fevral voqeasidan keyin oshkora qo'pol muomalalar bilan Uyg'urlarga politsiya bildirilgan ashuna holat keldi. Shundan keyin bu bozorlarda bir xil radio sotilgan ahvollar qoldi. Bularni Xitoyda keldi o radioni yana. O radyolarni anlaymiz. Meyani bassan Amerika ovozi chiqadi, meyani bassan Hong Kongning chiqadi deb bizlar o'g'itdi. Xitoy hammadan birdan ikkatdiq bu radioni. Kunda atiganda kechda anlaymiz bu radioni. Bu Amerikadagi Uyg'urlar bizni mustaqil qildi ekan deb xalq asos jihatdan ummatni Amerikadagi Uyg'urlarga, ya'ni Amerikaga bog'laganda bir ish bo'ldi. Yardım kıldı Amerika'da. Şununla yıllar ötep Kazakistan'a çıktım ben.
Kazakistan'a çıksam, Kazakistan'da bu nurgun Uygurlar varken, mesela şu bizim aşı çığıradın, korgasını ötep ta Almatı'ya hemisi Uygur ki. Almatı şehirde şunlar çıkıyor Uygur. Onlardan bu maksidi aşı vatandaşlarga okşaşsa, şu müstakil bolsak deydigan niyeti varken, onun kendinden bir yerde Amerika'ya toğırlık haberlerini, Amerika'daki Uygurlar toğırlık haberlerini anlap onun kendinin biz özümüz mü? Torkallığa kirip aşağıda. Şu radyo friyasyanın haberlerini anlaydık. Şunda kılıp bu Amerika'ya kip kaldım. Kim yer işim tuttup. Amerika'ya kirip karısak bu Amerika'da bu Uygurlar vatanını azat kıldıkan Uygurlarını körmedim deyerdi. Kıvatka işleri vatanını azat kıldıkan iş emez. Mesela 2. ayının 5'i, 7. ayının 5'i, 10. ayının 1'i mesela bir namaşı koydukken kalan vaxtıda özü bir yer jığın içip sürekli takıtı başa kıldıkken o namaşa katlaşıp jüp bir işkicel 3 yıl bunun sonra bu Uygur kurultuyu zalimmiş kıldı. Bu çetlerdeki Uygurlar zalimmiş kıldı. Bir yerde söz kısa muhbirlere cevap verse, Xitay siyasetini yumuşatsa degan gapni qildi-ki, bunun bilan qanday bir vatan ozod bo'ladi? Xitay siyasetini yumuşatsa, yana shu Xitay ashadi tursa degan bunu sorsam, vay hazır şu kun tartibiga akilyotidi, yo'q kun tartibiga keltirish kerak. Hazırlan o mustaqil o'rnimizni aniq deyish bo'lmaydi degan gaplarni qilishdi. Ha dedi. 3-4 yilning oldida Yaponiyada deyman bir cho'ng bir yig'in bo'lgan. U yerda bir necha davlatning bir shunday diplomatiya adamlar bağışlaydı. Şu sorunda bizniki endi şu undan hurmat qilayotgan bir adimimizning birisi şu yerda so'zladi, bizning vatan to'g'riliq so'zlab, şu Dünya Uygur Qurultayıning baş adamlarida so'zlab kelib, oxirida ashula bir daftarni ko'tarib akeldi. Sizlarga mustaqillik kerakmi? İnsan huquq kerakmi? Yoki o'z taqdirini o'zi belgilaydigan ish kerakmi? Degan chaqda u zot shunday deb javob berdiki, bizga inson huquq kerak dedi. Daftarga yoz deydi. Allah da peshaylanma birini urdi. Kunlar o'tdi. Bo'ldi, shuning bilan 3. ayning 15'i Nyu-Yorkda Ro'shan Abbosning tashkillangan bir ovoz bir qadam degan namoyish bo'ldi. U yerga bordik. U namoyishdan qaytib oz kundan keyin 4. ayning 27'si Yevropa parlamentining oldida namoyish bo'ldi dedi. Nurg'un odamlar chaqiriq qildi. Şəraiti bağlab, bağdı. Şunu kendidim. Amerika'da mı şu namaş vardı. Şu günü Perat yorum kaçtıgan tecellideki torbetide Amerika'daki namaşda bir neçisi mesela Tuğluk Efendim'den Bilal efendim bizga kanayı bergin bizni vaqiraydi so'zlaydi desa, men banatgan bishaniki Amerikadagi Uyg'ur jamiyatining raisi. Bu yerda sal to'qinish bo'lib qoldi-ki, shuning bilan tajalli yo'lon qashni ekranga chaqirib söz qildi o kuni. Bu söz
qilgan chog'da yo'lin qashab berdim dedi. Bir kechada mustaqil bo'lib olganlar. Ah ko'p deb aytdi bu yerga bolalarni. Aytdiganda bu qanday gap bu? Sen mustaqilchi emasmi? degan tuyg'uga keldim yani. Bunu o'tib ketdi deydi. Bu birisi rutin qilish emas, endi amaliy bo'layotgan ishlar, qarindoshlar. 6-oyninki 4'ü namoz qilamiz deb Salih Xudoyor e'lon chiqardi. Namoz qilishdan bir necha kun burun tosh deb birisi bu Salih Xudoyorni nayt ayblab bularning namoyishisi bo'lmaydi. Nimishga unday namoz qilamiz? Nimishga bular namoz qiladi? Ma Uyg'ur jamiyati qilmamdi. Uyg'ur qurultiyi qilmamdi. Xitoy konsulini oldirib berib qilmamdi deb bek ayblab shu WhatsApp to'plarida gap qilgan. Shuningla uning azroq radiya bergan bo'ldi shu vaqtda. Boshqa qarindoshlarni radiya bergan bo'ldi. Buni alayda ish qilib şu Salih'in namoyishini to'smoqchi bo'ldi. O videolarni shu chaqdagi shu so'zlarni anglagan bo'lganlar qarindoshlar. Mishada gapirsangiz sizning gapingizga. U chaqda sizning eng kuchli inkaslaringizni, radiyalaringizni menimcha to'rdoshlar biladi. Nima deb sog'liq mushunda afson tillar bilan radiya qaytarsizlar. Bu dava hemmimizning davası degan so'zlarimiz bor. Anadaki Avustraliyadagi Uyg'urlar bijg'irim aptapta tapgan pulinglarni liq to'shtirib, Dolqinaysana yanchig'ini to'shtirib, yo'lga selinglar degan so'zlarimiz bor. Anadaki tosh vaqasi, anadaki yana bir qancha og'zini aytib bezab odamlarniki mush dunyo Uyg'ur qurultayidagi shundaq bir narsalarga siz shunda aktiv radiya qaytardingiz. Fakat ismingizni yezib olmaganligi uchunla jixlab bilmaydi, lekin ovozingizni tunuydi. Merhamet, davamlaştırın gapingizni. Şunun bilan o Salih'deki o namoyishga qarshi chiqdi bular. Men o'ylashib qoldim menda. Bular nimishga bu namoyishga qarshi chiqdi? Necha zamonimiz biz namoyishlarni qo'llab namoyishlar berib kelyapmiz. Mana bir ovoz bir qadamdan bordik. Yevropa parlamentining oldiga bordi nurg'un qarindoshlar, hammalarning xabari bor. Endi bu Salih namoyishga chiqsa bular nimishga qarshi turdi? U namoyish bilan bu namoyishning farqi nada zodi? Deb bir qur alamiz qilib buni o'ylab qarasak, farqi namoyish shakli o'xshash bo'lganidan shuar o'xshamaydi ekan bu yerda. Talab o'xshamaydi ekan. Bu Salih'in degini Mağlubat Şarkı Türkistan'ı Xitoy besib olgan bir zemin. Hozir kamplarni qurib, nurg'un Sharqiy Turkistonliklarni kampa solab o'ttirib qirib qilyotdi. Amerika hukumati bunga ko'z quloq bo'lib, bunga yordamda qilinglar, ega chiqinglar degan namoyishgan. Allah'ın namoyishi inson huquqi, hozir chiqyapti-ku inson huquqi degan namoyishni. Unda ekan. Bular nimishga to'sidi endi buni degan chog'da bu Salih'ninki besib olgan zemin degan gapi bak tarazlashilgan gapkanda. Bu yerda besib olgan zemin degan gap chiqqandan bizningki vatanni Xitoy besib olgan degan gap chiqqan ekan. İnson huquqi desa, u Xitoyni biz e'tirof qilgan. Shu Xitoyning ichidagi bir millat Xitoyning ayrilmas bir qismi deb bizning vatanni ashundoq holatda ikkiga bo'lar. Bu namoyish vaqasi shunday bo'ldi. Shu vaqtdan tortib menga bu ish ta'sir qilib gap qilaylendi. Deb gap chiqib shu WhatsApplarda bir yildan oshdi, shu so'zlab yuryapmiz. Sizni WhatsAppning cho'lpini deydi cho'jiqlar. WhatsApp cho'lpini Yarmamat Barat deb.
Çünkü aşı özünüzdeki ötkür fikri veren, ötkür sözleri veren şu hazırki işlerini uçuk aşkarı oturgu çıkırvatsız. Meyli onu o yerki reis olsun, atalmış reisler, atalmış bir nimeler olsun. Meyli bayraqni az götürünler digerler olsun. Meyli sağlıklı jundu çaşkallar olsun. İmza hata digerlik için bek karşılık göstettiniz. İmzanı nima uchun xato deydi, imzani nima ki to'g'ri emas deydi. Bu imzo to'g'ri-ku. Bu rostda biz Xitoyning ichki ishlari bo'yicha ishimiz hal bo'lamdi. Bu degan bizning o'zimizning zemini deb turib qattiq qarshi turdingiz deb o'ylayman. Uning uchun hammamiz bilamiz sizning ovozingizni, qilgan ishlaringizni, to'kpilaringizni. Davomlashtiring gapingizni. Shuning bilan ma'lum shu inson huquqi deganni qattiq tekshirishga o'tdim o'zancha. Shu xalqaro shu inson huquqi tashkilotiniki to'r betiga inglizcha yaxshi biladiganlarni taklif qilib, shulardan shu to'r betga kirib boqayli. Buningda zaten shu mustaqillik deydigan gap bormi? Bir davlatni mustaqil qilib qo'yamdi shu yo'lda maqsa deganni tekshirib baqsa, bu yerda faqat inson huquqi. Bu yerda mustaqil deydigan gap yo'q. Mana qara deb ko'rsatib qo'ydi. Ularning butun to'rbitini boshqa qarindoshlarni ko'rsatib bo'ldi, ich ko'rib baqsa bo'ldi. Shu jazmanlashgandan keyin uning keyin inson huquqini talab qilib, bu demokratiya yo'sinda yoki xalqaro diplomatiya orqali bu vatanni ozod qilish mumkin emaskan degan qarorga kelib, jazmanlashtirib, uning keyin men so'z qilishga boshlagan. Endi Salih namoyishini boshladi deydi, shu yerdan boshlaydi endi. Salih namoyishini boshlagandan keyin Dunyo Uyg'ur qurultoyining odamlari taraf-tarafdan Salih hujum qildi. Biz ularga qarshiligimizni bildirib gap qilib keldik. Namoyishni boshlab az kundan keyin Salih bir cho'ng maxfiyatlikdan birini oshkor qildi. U bo'lsa 2009-yilda 2009-yildagi qirg'inchilikdan keyin Amerika hukumati bir qonun loyiha berayli mushlarga deb bir bilan yezib, bir mo'ncha nima yezib akirib bu Uyg'ur qurultoyiga bergan gap. Ba'sa uni oyoq ishtirib, mayoq ishtirib, Rabindamniki bultu birisi bilan so'zlashgan videosini bor. Men Ömer Qanotga degandim, olim sit o'qib baqay degandi, oxiri oq bo'ldi, ko'k bo'ldi deb yo'qdi o'tibdi buni. Xalq uqmaydi. Bu oshkor bo'ldi. Endi bu Amerikaning o'chog'ida bizga mustaqillik yoki bir nima deb qonun chiqarib emas mumkin. Faqat inson huquqi, bular inson huquq da'vosi bo'lgan ekan, inson huquq to'g'riliq bir nima chiqarib berish mumkin bo'g'aydi. Uni xalq uqmadi o'chog'da, bu oshkor bo'ldi. Endi yaqinimizda shu ish oshkor bo'lgandan keyin bu Dünya Uyghur Qurultoyidagi Amerika Kongressini, ya'ni parlamentdan ichiga kirib, biz inson huquqiga doir qonun ishlatmoqchidik deb yerga kirib oldi. O'tirmaydi. Salih oyoqda bu besimilgan zimin, buni qonun chiqarib beringlar deb tushirib olsa, bular inson huquq to'g'riliq biz qonun chiqarib beringlar deb yerga kirib oldi. Şunun bilan bir yer qiziq, masalaning qiziq yeri shu. Masalan, 2009-yilda sizlarga bu qonunni chiqarib berayli desa, uni tashib etib, endilikda bu Salih bisilmagan zimin deganni da'vo qilib, shu to'g'riliq qonun chiqaraman deb yer da'vo qilishsa, bular endi inson huquq to'g'riliq qonun lozim bo'lib qoldi bularga. Şunlar adamın bir yerde bir bunlarını oynuyoruz gelirdi. Dünya Uygur Qurultoyidagi
Mayli kim ishlasin, şu ishlagan odamniki ixtiyorida emaskan. Bir masalaga qaror chiqarish deb tushundim men. Masalan, o'tgandikisi 2009-yilgisini yo'qotdi deyli. Endi buda nishga endi uni inson huquqi qonunining ishiga kirib oldi bular. Degan chog'da Salihninki ma ziminni Xitoy besib olgan zimin bu to'g'riliq qonun chiqarib ber degani Xitoyga cho'ng ziyon keldi. İnsan huquq degani mushunda ketaverdi. Xitoyning bergan inson huquqi aşı kampidagi qarindoshlarimizni ashadi so'nib, qirilib, dafsanda bo'layotgani shu Xitoyning insonlarga bergan inson huquqi. Uningdan umid yo'q deyishdi-ku. Xo'sh. Bu to'g'riliq mashinchilik deydi. Qolganlar qarindoshlar aşı torbat kirib inson huquqiniki zadi mustaqil bo'lmamligini bilib olsin. Yana birisi tinchlik deydi bular. Tinchlik bilan hal qilamiz deydi. Hammalarga ma'lum. Mushu Falastin'deki Zonta ve Yasser Arafat bir ömür tinchlik davası qildi aşadan. O dava qilganda inson huquq davası qilmadi. Falastinning mustaqillik to'g'risida da'vo qildi. Hozirgi bizniki da'vogarlarimizniki talab qilgan identitining inson huquqi bo'limidan olqib ketgan holda mustaqil bo'ladigan bir davlatni mustaqil qiladigan cho'roq organga kirib da'vo qildi. Lekin da'vosi nima bo'ldi? O'zinglar ko'rib turibsizlar Falastinda hozir. Demak, bunda da'volar ahmaydi degan gap. Qag'inni keyin bu to'g'riliq so'zlashamiz. Endi imzoga kelsak. İmzanınki başta Jack deganni oldiga qo'yib turib, tashviqotini Nurgul Savut Avstraliyadagi tashviq qildi. Shuning bilan buni anladik. Nayt tez jiddiy qilmasak bo'lmaydi dedi. Unga qanday qilsak bo'la deb anglab bir kun o'tgandan keyin Salih uningki to'g'ri emasligini bilib, uni Şinjan deydigan, asalliq millat deydigan, bu bo'lmaydi. Biz Sharqiy Turkiston deymiz. Bizning vatanni Xitoy besib olgan davlat deymiz. Biz Sharqiy Turkistonda asalliq millat emas degan o imzosini kompaniyasini chiqardi. Shuning bilan bizning da'voyimizning maqsadi Sharqiy Turkiston degan nomni, Sharqiy Turkiston degan davlatni aksiga yana asliga keltirish bo'lgandikin, nemishga u Xitoy qo'yib bergan Şinjan degan ism bilan imzo atimiz degan o'y keldi-da. Ular ko'rsiniz bu imzo deganni serchanligini bo'lgan ish emaskanda bu. Bunday aytganda, saylam yoki ezberlashda bilet tashlash deganlarga kishilik tipidagi o'xshaydi bu. Shunga o'xshab ketadigan. Masalan, biz mishada o'zimiz odam Şinjan'da tashlagan bo'lsak, Xitoyga u bir cho'ng dasmiy bo'ladi-da. Mana shu muhojirat yashayotgan Uyg'urlarmi Şinjan'da e'tirof qiladi, bizning davlatimizni e'tirof qiladi, ashad o'zini asalliq millatligini e'tirof qiladi. Bu Sharqiy Turkiston yoki Sharqiy Turkistonni mustaqil qilamiz deydigan odamlar bir o'chim odamlar, u bo'lguncha odamlar.
deydi de ularga rasmiy yo'llab berdi. Shunashqa Xitoyga rasmiy yo'llab beradigan ishni qilmay, o'zimizning ishni qilaylik, o'zimizga foyda bo'ladigan ishni qilaylik deb endi bu yer Şinjan'da deb qoldik, qarindoshlar, uni demasak bo'lardi. Endi mana tushunishga osonroq bo'lsin deb da'vatimiz. Bu Şinjan deganga tashlab bo'lmaydi ekan, Sharqqa Turkistonga tashlaydi deb chiq so'zladik. Nurg'un yaqinlarimizni tatbiq edi. Sen bu imzoga soğuk suv sepatsa deb. Ben dedim ki imzoga soğuk suv sepmedim. Fakat Şinjan deganga soğuk suv septim. Sharqiy Turkiston deganni qo'llanglar dedim. Deb cevap verdim. Nurg'un qarindoshlarimiz, yaqin adamlarimiz bizden munosabatni arg'andek bo'ldi. Sen de Şinjan demaysan degandek qilib. Buni yana kim chiqardi shu ishni, shu xalqchilik, shu patparaqchilik ishga bo'lmish ishni kim chiqardi desa, yana shu Uyg'ur qurultiyi chiqardi. Agarda Uyg'ur qurultiyida ishlayotgan insonlar inqilobchi bo'lsa, inqilob qilaman, Sharqiy Turkiston desak bo'lmaydi degan deb chiqqan bir inqilobchini qo'llashi lozim edi. Uningga o'zining tajribalarida mayardan qilamiz, bunda qilsak texnik go'zal bo'ladi, yaxshi bo'ladi deb o'rgatsa bo'ladi. Ularning teppagan banasi, xalqqa tushundirgan banasi yoki Uyg'ur qurultiyida ishlaydiganlar bo'lsin, yoki shularning chapini ko'taradigan, atrofida yuradigan odamlar bo'lsin, bu sali odam tillaydi ekan deydigan gapni maydonga chiqardi. Tillasi nima bo'pti? Hozir Xitoy qo'ymay o'tirib bordi qayerda. Umumiy manfaatini endi yashbal ekan, qilib bordi Xitoy. Bunga bana qilmaydi-da. Endi bir gap bor bizda, apini bana olib deydigan. Uni bana qilish to'g'ri emas. Yana birisi bularning kasblar bo'lib kiyinib, mana galasini taqildi. Mana alar kelib chiqdim shunashqa. Yerga rasm tushib, yerga gap qilib qo'ysa inqilob bo'lamdi. Inqilob degan urushga olib bordi eng oxirida. Urushga. Hech qaysi davlat urush qilmay, o'tmay, o'lmay o'ziniki territoriyasini saqlagan emas. İnqilab qiladigan oxiri shu urushga bordi. U yerda o'ldi, o'ldirdi. O'zi o'lash orqali bir avlod kelgusidagi avlodniki hayotiga kafolat qiladi degan gap. Bu inqilob. Bu yerda chiroyli rasmlanib, gapni qilib, Xitoydan ayrılmaymiz, Xitoyga ishni turib, biz masalamizni hal qilamiz degan inqilob qanday inqilob bo'ldi bu? İdeyalimizden o'tmadi, shunashqa gap qilyapmiz. Uning ustiga bular kendi-kendidan bizniki ishlarimizni, masalan, bizga munosabatlik, muhim ishlarni cheklayotdi. Cheklayotdi-da. O'tganda Mush Dünya Uyg'ur qurultiyining oliy maslahatchisi Uyg'urlarning ikki adamining birisi shu qamlashmagan gapdan birini deb chiqibdi. Mushu bir yerlarda namoyish qilsak, shu davlatning bayrog'ini 90% ko'tarib, o'zimizning bayrog'ini 10% ko'tarsak bo'ldi-ki deb.
Derhal düşendim ben. Hazır 10% kötersek boludu deysen de yani bir mezgildeyken bu bayrakların nemi lazımı deyishi mümkün deb o'ylagandim shu chaqda. Emniyette yakında yani birisi onun nevrisiniki, balasiniki birisi çıkıp dedi. Bu bayrakның lazımı yok. Bunun arkasında zimin yok. Diyen gaplarni qildi. Muşu bayrakni biz şu ziminga apirib tiklemoqchi. Shu ziminga apirib tiklaydigan bayrakni bizga lazımı yok degandan keyin qolgan gaplardan hammasi bekor gap bo'ldi-da. O atalmış inqilobchi yoki asol faoliyatni qilib shuning bilan xalqning beshini aylantirishdagi maqsadi nima zodi bularning? Qayerdan buyruq elyotidi desak, bunu shu Uyg'ur qurultoyiniki aktivistlik odamlar, shulardan buyruq elib davatgan gap so'z qilayotgan odamlar. Bular mayli Uyg'ur qurultoyida burun ishlagan odam bo'lsin, hozir ishlayotgan odam bo'lsin, bundan keyin ishlaydigan odam bo'lsin, hammasi o'z ixtiyori bilan gap qilmaydi ekan. Bularniki qurultoy so'zlaydi ekan. Qurultoyniki ne boshqaradigan, ularga programma yo'llab beradigan boshqalar bor ekan bu yerda dedim-da men. Shunda tushundim. Bo'lmasa shu odamlar xeyli aqlli odamlar nimishga bu inson huquqidan mustaqillikni mazmunni Xitoy besib olgan zimin deyishni yoki bo'lmasa zamonimizda inqilob qilib kelayotibdi bir xatni, dokladni mayli BDT bo'lsin, mayli boshqa davlatlarga bo'lsin, mayli Yevropa parlamenti bo'lsin, ma davlatni besib olgan Xitoy degan bir parcha xatni akirmabdi. Agar jin inqilobchi bo'lsa, rost inqilobchi bo'lsa akratdi. Bularning hozir deydigini texi biz Uyg'urlarni tonishtirish bosqichida dedi. Qaysi kuni do'qlaysa mana Kanadadagi bir yig'ilishda Uyg'urlarni tonishtirish bosqichida degani bir qamlashmagan gapda bu. Uyg'urning ziminini Sharqiy Turkistonga haq bilmasa, bularga o'zining gapini qilaydi. Uyg'urni bilmasa, bularga Uyg'urning davosini qil deb kishilik huquq tashkilotlari yordam qilib, pul berib qilzamdi. Bu bir. Yani biz Sharqiy Turkiston deganni bu chet eldagi davlatlar bilmasa, o'z zamonida Rossiyaniki, masalan, Sovetskiy Soyuzning o'z vaqtidagi konsullari Batga, Urumchida. Angliyaniki konsullari Batga, Qashqarda. Aşağı bilmem-da. Bu bir ahmoqona gap. Xalqni aldashdan boshqa gap yo'q. Burun xalqni aşağı aldab kelayotgan gap. Endi gapga qaytib kelsak, ben vatanda ko'rgan o'sha Amerikadagi Uyg'urlar Amerikadan hamkorlashib bir ishlar qilib bizni qutuldirdi ekan desa, Qozog'istondagi Uyg'urlarmi Qirg'izistonga ben bormagan, u yerliklar shunday bo'lishi mumkin. Bizni qutuldirdi ekan degan umidda bu yerga kelib qarasak yo'q. Unda ish bo'lmadi. Hozirgacha to'xtamay shu quruq gapni qilib, xalqni aldab, nima deydi? Biz Uyg'urcha emizak deymiz. O'rischa soska deydi. Soska silib aldab kelayotgan mushchaqchi xalqimizningki oqko'ngilligidan foydalanib, o'zininki razil maqsadlarga yetmoqchi bo'lib, mushu
işlerini kıldı iken. Rahmet. Ben sizden sonra bakmışım siz heli burun boldu hem de Amerika'ya kelgeli bu. Elaki siz aşı siz kelgende bir azırçı marafonçu sağlık hudayar otur koygadak namayış bu bakan mı? Ya unda namayış boğulu yok. Ben abay dedim bu. Yılda 3 kıtım. 2. aydan belki, 7. aydan belki, 10. aydan biri Xitay konsulluğu berip namayış kıldı. Onun kendin o Xitay konsulu kanday yerde dinlemsiz. Bir tahakküçünün işinden Torunuz yaxşı emas. çıkartında Torunuz hazır biraz üzülüp kaldı. Tarıkçıdan işçide dediniz. bir tahakküçünün içinde o tahakküçüde yolda eden tohum olmaydı. O konsolunki aksak birleşçi konsollarda şu konsollarınki burada ayrılıp kırıldığı yerde bir meydan emez. Bu da bir güllüktüsü güllük emez, ormanlısı orman emez. Mışlar bir yer o. Azırak bir şekil birisinin oylustek bir yer. Eşyada akıl ötep durup düştüğün saat 2'den 4 kişi namaz kılımızdaydı. O Xitaylı işini takaplayıp oturuşu mümkün işide. Yaki olmasa ketişi mümkün. Saat 2'ye işini tıkılıp malı namaz şekilde kitaylı dep ketişi mümkün. İş kılıp eşyada vakırap ketilgan gel. Şu işini gördüm ben netiz zaman. Endi bu toxtamay namaz kıldığı işini Salih kıldı. Amerika'da onun kendi izanlarının haberi var. Başka devletlerde mi kıldı. Germaniyada mı uzun kıldı. Aşında. Anadaki imza mı şu tuncu kıtım o değil mi? Milli Uyg'ur Hareketi tarafından kılınan birinci imza o. Tuncu imza müstakillik irademizni bildirgen imza. Şu birinci kıtımlık imza. Birinci kıtımlık imzanın bu meydanda bu imza kanda payda bop kaldı. Bu imza diyen çağda bunu oylap gösterdik herindaşlar. Mesela bu şu kampı işi 2017 yıldan başlap ağırlaştı. Şundan ki çatlerdeki Uygurlardaki bu insan hukukuyla şunda bolgandan keyin bu Xitaydan ayrılmay turib ish qilamiz deydigan insonlar başta çıkardı bunu. Öyle Jack deganni aldığı çıkarıp şunda imza qilamiz deb. G20. G20 aşılar qilib chiqargandan keyin uni yog'iga qarindoshlarimiz masalan Salih bu bo'lmaydi ekan bu Şinjan debdi biz Sharqi Turkistonda qilmasak bo'lmaydi deganni chiqardi. Bütün dünyadaki Uygurlar yani başka milletten bağlı bizden qarindosh milletimiz. Ama bu emisi bağdaydı. Hakikatini tanıp müstakillik iradesi bo'lganlik uchun bu Sharqi Turkiston degan imzoni tashladi. Bir qatim mag'lub bo'ldi bular. Ammo mag'lubiga tan bermaydi. Tan bermay davomlashtiryapti ishini. Eğer neçe milyon adam kırılıp gitmedi, burada kolluk yiyen toplamız. Şunda bolavasa, şu kankur tacavüzüden biz insan hukuku alımız diyenli oylap bakınlar qarindoshlar. Kepaz bölüvetidan boldum, siz mi Amerika tutturuvatsız? Tünögün günlükte şuna bir namayiş oldu, barın inqilabının 29 yıllık münasebeti bilen. Xitayninki bir ömeki keldi sodu kilişim düzeydiğen ömek keldi. Kelgende bugünkü günlükte ala ötküzdi. İsmini atığım gelmeydi. Ameliyatı tünögün Qurbanali Ustaz, Toğluq Abdurzakka emis berip aşağıda namayiş kıldı tünögün Aksaray'la aldı da. Ama bu bir çok seliştirmuğa emdi. Uygur oyğanmı demez, oyğunup bilivatı demedem Amerika'ya berip namayişi katlaşamaydı. Kısad evvala qaraydı. Vizinin ve işleri var. Muşunda halatda. Hem de yanım oyğanğız kemigiler şu aşladım pulavatqanlar dep oylayman men. Çıxla davatıda bizge torda antıllar deptir. Vazife geldi biz izzat atıvatımız. Şunu şu biz bu pulunu almayımız Türkiye'de şundaq davatır.
Biz ularni apırıp turup palanchini, pokunchini pulga setip turup tillayamaymiz da. Anandan keyin bu monopolchilik, davoni monopol qilib bilish. Soliq qilmaslik kerak, xalq harakati bu. Soliqning yolg'iz emas. Milliy uyg'unish harakati 100 ming kishilik imzoni, 100 ming kishilik namoyishni o'tirib qo'ydi. Sen bir qeri, sen bir burunqi da'vogar bo'lsang, sen nimishki bir şeyni o'tirib qo'ymading deymanda. Endi u qo'ygandan keyin biz qo'ymagandan keyin sen uni qo'llamasliging kerak. Xalq harakatini, xalqni ko'zga ilmaydi bu haqcho. Ko'zga ilmaydi. Meningli gapim rost. O sen xalq hech nima qilmasliging kerak. Men nemisiz pasam, Xitoy menga nemisiz pasam, men sizlarga shunday nima qilg'izman deydigan ideya kelib bo'lganka dedim men. Bugungi kunlikda, tungi kunlikda Germaniyada namoyish bo'lib, qani mustaqillik degan gap yo'q. Yana shu siz degandek inson haqlari, kishilik huquq, biz Xitoyning osonlik nimasi, ash ani qivat, mani qivat. Voy bir rasmiy shu eliqi bani bo'pti degandeklar opineni. Shu ekan. Bu tüyünkü namayışa kelsak, barı iqlavit münasebetinden yani Xitay'daki savdo ümigi Aksaray'a kelip Amerika'da savdo to'xtamı qilg'ini ketdikan. Shu münasebetinden o namayışını qildi. Bu Xitayga qarshi namoyishi ma'lum. Masalan, Xitoy palavaqli majlis qilmishimizni qilib etgan, yana Xitoyniki miyada amaldorlar miya kapti. Amerika bu Xitoy bilan savdo to'xtam qilma degan shiorlarni to'g'rildi bolalarcha. Ashla qildi. Endi shu haqiqiy xalqning g'amini xalqni qutuldiradigan odamlar bo'lsa, bu namoyishga kelish kerakdi. Virginiyada masalan Washington ning ikki tarafida ikki shtat bor. Birisi Maryland shtati, birisi Virginiya shtati. Shu ikki shtatda, ya'ni Washington DC deydi, Washington shahrini. Shuning ichida 3-4 ming Uyg'ur bor. Shu 3-4 ming Uyg'ur aşağı kelse Aksaray'ın aldığı meydanı patmaydı. Bunu bizim işimiz dep kelişi lazımdı. Nimiş gelmeydi dese onu tosuldike. Kemmanlar o sali kıgan namaz barmanlar dep. O sali özünün dadısı için kıvatamdı. Ya ki umumi Şarkı Türkistanlıkның menfaati için kıvatamdı. Bunu oylamaydı haklı. Ben bir insanı dep barmayman. Mağlup bütün vatanımdaki halk için, vatanım için barman dep ularning to'sqiniga olmay berish kerak. Bizim endi aql adamlarimiz aşağının sapsaplarga işinib ketgan. Unda dinida to'smadi desa ularga isbot bor. Masalan, burada 12-nji yillatisi Dünya Uyghur Kurultayı'nın teşkil edilen bir namayışta özümle anladığımda Abdülhamit Tursun degenge Asqar Jamma kima birisi Kanayni badi resmi. Abdülhamit Tursun'un gibi vakiyede. Abdülhamit Tursun ne dedi? İnsanlar adı o Amerika konsolunu aldırıp verip namaş kıldı kaldı akış köpüştüm bakçı ular kıtırmanlar ular kıtırsanlar nezirçiler toy ötkürmelerine bağmayınız cemaatten ayrılıp kalısılar cemaat kalkmaydı diyen müşler çakanlık yaplarını kıldı aşağı kılıp bazı akıl adamlarımızı korkutup bular bu korkutuş diyen Xitay'da vardı Xitoydagi Xitoychi ideologiyani munosiblik qilib kelgan bu insonlar miyaga kelib bir demokratiya davlatda yashayotgan odamlarni oshib bitdi. Diktatorlik yurgizib qo'rqitib o'zimiz monopol qilamiz deydi ekanda. Bo'ysuni ekan qarang. Tunogimi namoyish bo'libdi Turk tashkilotlari bilan birlashib. Yana Abdülhamit Tursun deganimi bor, Asqarjon deganimi bor. Astığı bir moca adam yezip koyuptu. Oy bu bir
Uyg'ur olmasa ya bir Sharq Turkiston tuprog'idagi boshqa bir turk millati olmasa, voy nereden chiqdi bu saranglar bu yerda o'ntatir vaqirab, qotillarni o'tirib chiqirib qo'yib bir mush to'shtirib yutibdi. O dötükdən başqa narsa emas deb o'ylayman. Ba'zan narsalarni anglab unutib ketadigan o'xshaydi. Kimning ovozini chiqarib qo'ysangiz, uni chiqarib qo'ysangiz, buni chiqarib. Voy tapa o'zing chiqib degandim necha kun oldida. O'zing kimni chiqarib qo'ysa YouTube'da hamma narsa bor. Chiqiriqliq. Uni bilan ashuna bilan o'yg'inib qolamsa mumkin emas. Sarangliq voqea birchu, bir o'chum odamlarda bir dötlük. Ya endi buni qanday desak bununda bir Xitoyniki selayotgan bir o'koni yoki berayotgan bir darisi buni borki bu xalq nimishki bunda beshini ishiga tiqib oldigan bu deb jiq o'ylandik. O'ylanib ko'rsak bununda Xitoy burundan ashunda xalqni qaymoqtirib kelgan ekan, turli usullar bilan uni keldim biz unutib qoldik ekanmiz. Doktor bo'lgan ishni biz unutib qoldik ekanmiz. Nimishga unutib qolamiz uni? Yani tekrarlasak Şinjan'da imza taşlarımız dedi, o müstakil deb namoyish to'g'risi bo'lmaydi dedi. Quruq shuvar dedi. Uni kendidan o'zi bir yo'lshuvar vaqirayotgandek. Uni kendidan bayroq ko'tarmaymiz dedi, bayroqni yo'qotamiz dedi, vaqamaymiz dedi. Bularning hammasi nimidan? Nimishga ishlar qiladi? Nimishga bular bunday qiladi? Deb unutib qolsak bo'lmaydi-da. Nuri Turkan o'tgan muxbir so'rasa, mustaqil bo'lamsa, siz mustaqil bo'lamsa deb chiqdim so'rasa, bizga tinchlik kerak dedi. Mustaqillik. O'sha gaplarni mustaqillik unutib qoldik. Bu qarindoshlarimiz unutib qoldik uni. Nimishga unutib qolamiz buni? Unutib qolishga bo'lmaydi bunday ishlarni. Aqlliq dötüşkü olmaydı. Hemisi aqlliqmış. Amerikanlar. Bir yer ilinib qolgan. Amerikan tip kelgan. Yevropani tip qolgan. Turkiyami yerim Yevropa endi. Turkiya tip qolgan, Avstraliya tip qolgan, Yaponiyani tip borayotgan odam. Bu ishlarni farq qilinmanda, farq qiladi. Beparvo bo'lib olgan. Beparvo. Mas'uliyatsiz. Uni kendin şahsiyetçi bo'lgan. Bu şahsiyetçilikning ziyni şahsiyetçilikning ziyni. Qanday degan chog'da bizning vatanda deydi. Vatanda shu 90-yillarda çok odamlar masalan bizniki shu bozorlarga do'konlarimizga kirib o'tiribdi cho'ng odamlar. Muşu deydi şu adamlar. Yüzününki en tövben yerdeki sekreterdi da tartıp Abdülmurray'ın reis kişi. Mağlumunki imamıdır tartıp şu hükümetin maaşı edilen. Abdülmurray'ın dinmişler idaresinin başlıkçı. Hemmisi halkını idare kıpırdık Allah. Xitayga idare kıpırdık Allah. deydi. Endi ular nima uchun xalqni Xitoyga idora qilib turdi desa, ashadin 5 tanga maosh oladi, tinch yashayotimiz, kunimiz obdan, qo'shnimiz Mehmatdek ashtaqsi nonga yo'q, nonga oshqi yo'q emas bizniki, kunimiz obdan ketib boradi deb o'zininki manfaatini o'ylab xalqni o'ylagan gap. Bugun nima bo'ldi? Bugun kunlikda mana shularni qo'ymay, o'zi o'lib ketgan bo'lsa, burun bolalarini akakat shularni ilqi xalqniki manfaatini o'ylamay yashab cho'g'an ilqi bolalarni kampida hozir kommunistlar ishlaganlarni mana eng tipik bir misolni desak, boshqa odamlar demaydi. Nurbaki qanday ishlagan? Aşım hakikat ettiğini. Şurası bunu o'ylash kerak.
Yana bu Kazakistan'da hazır mesela nurg'un qarindoshlarimiz da Kazakistan'da qaynib qo'shilgan. Shu dunyo Uyg'ur qurultoyining bashorat adamlariga aytadi, butun Qozog'istondagi vatanparvarlarniki hujum qilib qolgan odamlarni shu inson huquqi, demokratiya deganga moyil qilib beshini qaydirib yurgan odamlar bor. Masalan, shu Qozog'istondagi shu meniki Uyg'ur qurultoyini qo'yib qo'ygan odamlar bor, Qahramon Xo'janbay degan. Aşı adamlar, mesela bir Uygur'da ilk çıkan adam emas. Mesela ben Kazakistan'da vaktimde bizden işaretli bitmegen iltimasını o'rin qilib qo'ygan, o'rindaydi, u yerda UN deymiz ku biz, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Kaçaklar İdaresi. Yani iltimas qilib qo'yib, cevap kelmey, aşağıda sıkılıp jirgan vaqtlarimizda telefon qildim bir kuni men. Qahramon Xo'janbayning nomerini tepib telefon qilsam, men vatandan chiqqan, mushunda bir yo'lni tepib bir yoqlarga mangmasak bo'lmaydigan, sizniki bir yo'llaringiz bo'lishi mumkin. Bizga ko'rsatgan bo'lsangiz, sizlar ko'rashgan bo'lsam, desam, "Voy, men telefon qilmam bo'ldi bundan keyin." Ko'p telefonni qo'yapti. Uyg'urning ishini qilayotgan odam qayerdan, qachon keldi, nima ish qilsa, qanday yerdan kerak deydigan gap yo'q. Ondan ben pul verdim. Pulum var mı o'zimniki? Şunun gapingiz bilib şundaq bir insonlar borki, hozir. Cho'nglardi, boshlig'imizdi deb turib qara qo'yib cho'qinadigan. Men nima ish qilyotdi degan bilan chattig'i yo'q. Sen pul berishing kerak, savol qo'ymaysan. Biz hammani bilamiz, hammani qilamiz. Mash O'rta Osiyodami shuki, Qirg'izistondami shu, bir cho'nglar, ağaların gap kelsin, yigit beshidan gap kelsin, şurada gapga. Hergiz fikir qatnashtirish huquqing yo'q deydi ki. O diktatorlikda o. O diktatorlik Xitoyda aslında bir partiya so'zlaydi, qolganlar tashviqotni qilolmaydi deydigan gap bor. Hech kim o'zining tashviqotni qilolmaydi. Butun radio, televizor, gazet, jurnal hammasi kommunistik partiyani cho'rda turib tashviq qiladi. Shunga o'xshash. Undan keyin Almato'ning gapi kelganda nima qo'yib qo'yibdi oyoqqa? Men nimani deydi? 2009-yili Sudandan bizdeki G'o'jiniki Qo'rg'oston nahiya deymiz, Sudan deymiz. Sudandan Arshidin degan bir bola Almato'ga qechib chiqqan. Yo'lda oyoqlari chiqqan bo'lgan, yalang'ida qechib chiqibdi Almato'ga. Almato'ga qechib chiqqandan keyin ashada xalqlar egolab yo'shirib yuribdi. Lekin Mushu Qahramon Xo'janbaydilar shunga ega bo'lmay, shu balani oxiri Qozog'istonning o'tkazib berdi Xitoyga. O bala men qilgan bala desangiz 2009-yil Urumchi voqeasini Radio Free Asiyaga telefonda pash qilgan bala. Pash qilgandan keyin uni tutdi-ku Xitoy. Şu vaqtda shu orqali tutunib qolmay deb Almato'ga chiqsa, Almato'dagi mana odatdagi xalq qo'g'dabdi bir mezgil. Ammo shu Uyg'ur qurultoy, Uyg'urniki ishini qilayotgan odamlar ega chiqmagan gap. Bir odamni yo'shirib qo'yaman deslar, azroq yo'shirgan, ya'ni bir mezgil tutib turgan bo'lsa bir yerda, uniki meniki Mushu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Kaçaklar İdaresi bir yoqqa yetkazadigan yerga yetib qapti. Pitay deb qapti ishi. Ular qilmaydi. Mushunda foydasi yo'q ularning. Shularni Almato xalqi ya biladi, ya bilmaydi, ba'zanlar bilishi mumkin. Bularni o'qish kerak. Masalan, mushu tunugun bo'lgan gapni deydi. Qahramon Xo'janbaydi deganni burun mushu Uyg'ur qurultoyining ishini qilib yurgan Almato'da Rabiya xonim bachaqdimi? Mushu vaqtcha shu Rabiya xonimning xizmatini qilgan, Uyg'ur qurultoyining xizmatini qilgan
o'tgan yozda Rabia Hanım ben Kahraman Kocamanberdini işten bo'shatdim. İki yerde ishlaydigan bu adam deb ishdan bo'shatib, uni keldim turdi Bastov yezdiki bir mashrabning yigit beshini men vakilligimga Olmaotada turgan vakilim qilib saylaydigan bo'ldim, sayladim dedi, mashina bir gapni qildi. Tunidan Qahramon Kocamanberdi shu turdi Bastov yezdiga bo'lib videoga tushib, aşağıdaki cemaatning videoga biz Amerikadagi 4-ayning 6'sı yani bugungi kundakda bo'ladigan namoyishni qo'llaymiz deb videoga chiqaribdi ularni. Bu Qahramon Kocamanberdining maqsadi nima bu yerda? Maqsadi shu yezdagi adamlarni mening qo'limning ichida, men alqinimda men boshqaraman, dunyo Uyg'ur qurultiyi boshqardi deb maqsadli ashadki adamlarni video tarqab berib, bo'lmasa o jiroq yezib yurib tartqichi Olmaotaning ichida nurg'un Uyg'ur bor. Mayli sanab beraman desa sanab bermaysiz. Lekin ko'rmagan deydi. Olmaotaning ichidagi, ama shaharning ichidagilarcha uyg'onib ketdi. Ular qarshilik ko'rsatyapti. Jiq ayollar bor, aqlar hadilar bor, savol qo'ydi. Savol qo'ysa uningga javob bergili unmaydi ekan. Chunki bergidek javobi yo'qtirsa, yog'anchi o'g'anki nimani yana qanday to'qalaydi gapni to'qamaydi. Hozir endi millatchilik davosini qilib oldi. Burun Xitoylar millatchilik qarshi yana birmi desa, endi Uyg'urning davosi, o zimin davosi, falan xalqning davosi demay, kichik bir yerga siqib kirgizib, Uyg'urning davosiga akavoladi. Maqsadi aniq. Bu mayli qeyrisi yana birimiz pul yig'ish davo bilan chattig'i yo'q. Palanini yoq solih bilganini bilmamda ashlar. Palani olim yog'li qapoqdan tutib hamisi bor. Palani olim voy professorda voyjan seni unda professorligini hech narimga tanqimayman deydigan odamlar jiq hozir. Faqat u üstlerine çıkırıp koyduğun neyse emas o bir professorluk o bu da biz ne bu çıkırıp bir poldurmuş yürümeyimiz herkes. Hazır hem Uygur davası aylandırıp aldı. Uygur davası. Eğer o bizdeki bende Olmaotadagi halkımızdaki Twitter'da bu Kazakistan'daki Uygurlarmı hem de bunun Rusya'nınki mesela Sovyetski Soyuz'daki komünistik tüzümüde çoğu bo'lgan, çık adamları terbiyelengen. Şunaşka diktatör tüzüm, o komünist tüzümün kıyarı bası okşaş diktatör. Şu diktatör tüzümü jürvatkan bilen emmisinin kalbide müstakillik var. Ulanı barbara bu işle tonup gidiyor deylen, azı tonukallarını kıydı var. Hem de bu Uygur davasını aylandırıp koyulan birisi desiniz. Bu yerde sel akımızda yenişimiz gerek bu meselede. Sizi bölüp ettim, qarang, siz bir qatımlıq bir nemingizdichi sözünüzde manda degandingiz. Gomindan'a ergashganlar bor. Gomindang ishlaydiganlar dedingiz. Ondan Komünistik Partiyaga ishlaydiganlar. Ezgüchilarni yo'qitimiz, o'te deganlar. Yana birisi diniy oshqun degan shuarni chiqarish orqali millatchilik qilmaymiz, yana birmi deganlar hamda to'satdilar, millatchilikni o'tirib qo'ydi degandingiz bir qatimliq so'zingizda. Bunga bir aqlimizni qarsak, Komindangning vaqtida xalq yana shu mustaqillikni orzu qiladi. Urush chiqadigan, atadigan, chapadigan yana shu xalq chiqadi. Ammo ziyolilar tepede gap qiladi. Vatanni o yog'ochchi, to'mirchi, dehqon setyapmaydi. Shu. Shu ziyolilar, shu biladiganlar bo'ladi. Shu vakil o'rniga chiqadi. Gomindangning vaqtidagi Uyg'urning vakillari nima degan? Mushu Gomindangning muxtoriyatida, mushning boshqarishida yashayli debdiki. İsa. Kim bo'lsa bo'lsin,
kommunistlar kelgandan keyin kommunist yani Xitoyga ishlaydigan bizning tepamizga chiqib olgan shu rais deganlar ular nima degan desa sotsializm mana shu kommunizmniki ro'yi o devlet demaymiz, millet demaymiz, faqat feodalizmni yo'qotib, ezguchini yo'qotib, izilguchini qutuldurmiz, xalas. Bo'ldi. Bütün dünyadagi insonlar bir oilaning adimi degandek, Xitoyda bütün dunyoning odamlar bir oilaning adimi deydi-ku. Amaliyotda ular bir oilaning adimi deb ko'rmaydi boshqalarni. O'yini bir keyin to'xtalamiz bir Xitoy to'g'riliq. Kommunistlar shunday deb ziyolilarning beshini aylantirib xalqni ya'ni shu Xitoyga bo'ysundirgan. Keyingi zamonlarga kelgan chog'da G'urjida voqealar bo'ldi dedik, abay. O voqealar bo'lgandan keyin buni tek-taktini bilishga tirishimiz albatta. Tek-taktini bilishga tirishib surish qilib bu zodi qanday gap qanday qilamiz desak ular nima dedi ularning jinlari bor jin o'sha haqiqiy xudo deydigan o'sha talib dedi qo'shiq odamni talib degan nom qo'ydi ularga xudoni taniydigan xalqni suydigan vatanni suydiganlar bor ammo jahilmi bor ekan jahilni nima deydi ekan desa uni uxmagan odamlari rost deydi ekan saxta deymiz saxtalari uxmagan odamlar ularning gapiga aldinib ketar ekanda nima deydi ekan ular desak biz millatchilik qilmaymiz bütün dünyani biz islom xalifaligiga akilamiz bu yo'lni kurash qilamiz dedi. Unda sizlar ishinglar oqmaydigan ishga desam Xitoy bo'lsa-mu mush islomni tushuntirib qilamiz dedi. Nima qilsa avvalroq Xitoyga islomni tushuntirib islomni ular hazır demekçide mesela hazır bütün tilde tercüme kılınıp oldu Kur'an Xitoycha mi ba sen ne qilsa avvalroq bularga tushuntirib ular baribir kelmaydi ularning burun kelganlari kelib bo'lgan tunganlar shu bular hozirqilari kelmaydi desam bizni shu do'konning yerida bir Xitoy chirog'i sotilgan bir do'kon ochgan aşı balla ançımız paranı işletken olan Xitoy ak Xitoy ko'k Xitoy deb ketdi. O ak Xitoymi ko'k Xitoymi hemisi o'xshash. Yalg'on bo'lsa sinab baq. Menda mushu Qur'onning Xitoycha tarjimasi bor. Men Uyg'urchasini o'qib olib, Xitoychasini bir o'qib boqay deb izlasam, bir meni sotadigan Qur'on kitoblarini sotadigan bir tunganda borki, u Mevloning 35-ni tarjima qilingan ekan. Onun burunusunu tercüme kılınmaganını okumadım. Şu benim qo'limga tushgani shu oldu. Hozirgi zamonda yo'qmi desam yo'q dedim. Mushu bir talla qoldi dedi. Mevloning 35-yil degani shu 1946-yil. Shu chog'da tarjima qilinib bo'ldi ekan. Biznikiga bütün Kur'an'ın tercümesini Mehmet Sadi Damo'dan 84. tercüme kıldı. Onun adı da uşak parçaları, birer para, yarım para, bazı surelerin ayetlerin tercümeleri batke az küçük. Ama umumi Kur'an'ı toluk tercüme kılmış Mehmet Sadi Damo'dan oldu. Bizden demek 40 yıl burun aşı men qo'limga tushgani 40 yil burun tarjima qilinib bo'lgan ekan. Xitoy bilmamda o'qimamda o'qigan bizga shuni o'qib turib, bizga shuni qo'ral qilib turib, bizni manda yo'llarga kirgizib qo'yib, maqsad nima Xitoyniki? Unda yo'llarga kirgizib qo'ygan maqsad Xitoylar yordam emas, Xitoylar
Xitoyga tang aşının o tang qilish bergan aş xoin munofiqlar tang bor. Xitoylar Ular borda albatta. Shuni qanday qilamiz mana ishni deb bular maslahatchilik qiladi-ku uni. O'zalik qilolmaydi. Maqsad Xitoyning nima? Desa, mayli Xitoyning muxtoriyati yashaydi desa, mayli feodal burjuazi ezguchilarni yo'qotib, ezguchilarni qutuldiradi desa kommunist. Mayli bütün dünyani İslam halifeliği ekimiz deydiganlar bo'lsin, hammasi Xitoyninki tajovuzchi bir millat ekanligini, tajovuzchi bir hukumat ekanligini bizning miyamizdan chiqarib o'tish, bizni unuttirish. Bu masalani unutib kelib, uni kendi nindaymiz desak, ular o ishlarni o'rinlab bo'lgandan keyin uni kendin dinli aşkın, terörchi, aqchi ko'pchi do'mboqchi deb gapni o'tirg'i chiqarsa, bizning xalqimiz nindaydi desa, aşı mentahun aşı ishni qilmagan bo'lsa, ma xalqni Xitoy so'lamaydi. Ishni qilmagan bo'lsa, ma xalqni Xitoy so'lamaydi. Xitoyni demaydi, hukumat so'lamaydi. Bu hukumat qaysi hukumat? O xalq qaysi xalq? Şu hukumatning kimligini xalq unutib qolgan gap. Mayli. Şurasıqa bu iş oldu. Endi bu chet elga chiqsak, bu ümit qilib chiqqan inqilobchilarning avvali bu. Buni tegini so'z qilib, anglab, bu yoqdan so'z qilib ko'rsak, qilayotgan da'vosi inson huquqi torbatga kirsak andaqkan, bularninki qurilgan vaqtlarini unda tekshirib, anglab ko'rsak, Xitoyninki burundan tartib bizning ayrılığısı yok. Bizning vatanning yigisi var millat olgandan Xitoy millatining 90-yili Sovet ittifoqi parchalangandan keyin albatta bizdan qattiq ansirgan gapga Xitoy. Qattiq ansirib, shuning bilan Sovet ittifoqining parchalanishimi bu g'arb ellarining qo'li yo'q degan olmaydi. Gorbachev o'zi ham parchalatgan emas. Pishib bitirgan chaqda Gorbachev shu buyruqni chiqardi. Ammo g'arb ellarining qo'li bor shunda. Ya'ni shu g'arb ellari shu ishni qilib bizning bu Sharqiy Turkistondan bizni aylatmasin deb Xitoy g'arb ellariga alohida adam o'rlashtirib, münasebetlik bazı yerdeki adamlarını özüge mail kılıp şununla bu Uyghur Kurultay deganini kurup çıkan gap. Bunun için Sharqiy Turkistonda Xitoy Manju To'g'ri ketib qoldi. Yani bir oyun To'g'ri ketib qoldi Ardoqda. Manju degan yerda. Manju degan yerda ketib qoldi. Manju ba, Xitoy ba, Tungan ba, ularni hesab qilmagan holatda yana 10 millat bor boshqa, ashad yerlik yashayotgan. Bu Uyg'ur Qurultay hujjatni chiqarib qo'ysa, bu yerda nima bo'ldi desa, Uyg'urlar da'vosi ayirib qoldi, bir millatdan da'vosi ayirib qoldi, umumiy Sharqiy Turkistonning da'vosi bo'lmadi deydi. Shuning bilan maqsadlik o'rnashtirib qo'ygan ish yo'q. Allaqachon bizning burun Xitoy o'ylab, buni tayyorlab qilib qo'ygan ishlar. Shuning bilan uning davomi kelyapti. Shunga ularniki o'z ixtiyori bilan bir-biridan qaror chiqara olmay, buyruq ilib qaror chiqardigan shu. Men ashula tushundim. Bu amaliyotga ishlar, hatto yamshirib uriblam, buni tekshirmayman degan gap emas. Ta'sis jamlashtirib degan gap. Qarang, xuddi siz mana shu to'rbatlarga kirib tekshirgan o'xshash jiq qarindoshlarimiz-ku,
Mayli ingliz, Yapondagilar, ingliz hammasi bularning to'r betiga aniq yeziqliq. Biz kishilik huquq, inson haqlari deb yeziq tursa, ashlar mustaqil qildigan-ku deydigan saranglar var. Men bu kalsının dədval deymə bəzənlərdə ki, aşı yundul işçirib etken pul bilenlar, şundaqlıqlar bir yerdə inli vagan. Bulması aniq ispatın var mı deydi. Hey, to'g'ri kirsan chiqidi o'zining nishoniy programmasi, aniq ularning nizomnomasi da. Salihning nizomnomasi aniq, anadimi aniq. Uni sen kollarning haqqan dört olsam, heliq birisi dedi-ku, heliq tulki deganmi. Google'ni tekshirib baksam, o dadangning plani bor Google'da deyman shu. O'z Google ko'ramam dikil deyman ba'zi odamlarni. Ama telefonlasıra ülke ayakka. Tokyo aslanında turdu. Endi şu Çıkvatanda? Ya çıkıvatıdı siz endi şu bir saatten eşip ketdi. Biz endi hoş deydigan vaqt mı geldi? Siz bir qarindoshlarımızla hoşlaşıp elim. Onki başka temalarni keyin so'zlasak bo'ladi. Ha, mayli. Aşı meniki tavsiyam qarindoshlarımga anda olsa oxirgi gap keyin ko'rishamiz. Sharqiy Turkiston bo'lsa, bizning ota-bobolarimizdan kelib qolgan Xudoyim bizga bergan bir zamin. Bu zaminni biz meniki, bu mening, bu Xitoy urush qildi bu yerda deyishni bilaydi-da. Bunga ilm ketmaydi, bilim ketmaydi. İşim ketmaydi bunga. Onu hal qilish uchun bilim ketgan bilan tonish uchun, bilish uchun bilim ketmaydi. Masalan buni bir misol keltiraylik. Bir 2 yoshlik bolam deydi, tili chiqmagan yoki chiqqan. Shunga bir kalitni berib qo'ysangiz, boshqa odam ilolman desa, qanchalik qarshilik bildirdi meningda. Shunga bu davlatni, bu zaminni meniki deb to'laganchig'imizda uni kendin hamma odam nima bo'ldi desak, namoz o'qiydigan odammi, namoz o'qimaydigan odammi, yigit namozda masjidlar patmay qoladi-ku. Shunga o'xshash bu vatanni mustaqil qilishda, meniki degan chog'da, to'lagan chog'da vatanni mustaqil qilishda to'sqog'i bo'lmaydi xalqni. Hammasi chiqib shu chog'da. Vatanni mustaqil qilsak bo'lmaydi-ku deb. Sonuçta meniki deyişi öbürünler demekçi yok. Kendisi bilirganlar, bilmeydiganlar da vaqtdan gapma. Rahmat. Şuna yaxshi bir paranlaşdık. Yana fikirleriniz çık ben bilmem. Bugün hem de tunuşuş, hem qarindoshlar o'zingizningki şu chet elga chiqmagan vaqtingiz ham chiqqan vaqtlaringizga ba'zan ko'z qarashlaringiz, farq deganlarni uqtirib qo'ydingiz. Rahmat hamsa kelar qatamliq programmada yana ko'rishimiz. Bo'ldi, xo'sh. Xudoyim